kanalligimizning YouTube tarmog'idan muntazam kuzatib boruvchi aziz obunachilarimiz, akalar ko'rishinglar mumkin. Mana bu ishimizni biz Quvada, Hojibek mahallasida o'z yakuniga yetkazdik. Agar ishimiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring akalar. Ko'rishinglar mumkin. Sizlar hozir darvozaxonamizni ko'rib turmoqdasizlar akalar. Biz darvozaxonamizga shunaqa skromniy fasonda, dela fasonda tunikafon qilib berganmiz akalar. Navakanlizlari bilan, tillalari bilan o'rtasiga mana bunaqa rombiyimizni o'rnatib berganmiz ayni. Endi akalar sizlarga shapkamizni ko'rsatamiz. Shapkamiz ham mana shunaqa skromniy fasonda, shaxmat dizaynda qilib berganmiz. Bu yerga biz 0.35 tunikamizdan foydalandik. Agar sizga mana shunaqa sifatli tunikafon xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol o'tib bog'lanishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.